Barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan Bahorchik do'stlar. Bugungi videorolikimizda og'zi yirtiq Creeper hamda Nochning vampir sifat mol varianti haqida gaplashamiz. bu videoda 200 ta like yig'magan bo'lsanglar ham, Mana bu videoda 400 dan ortiq like yig'ib qo'ysizlar. Shuning uchun bu videomiz ham creepypastlardan iborat bo'ladi. har doimgidek bizning qahramonimiz oddiygina dunyoda o'yin olib boryapti, ammo bu safar ham uni kutilmagan narsa qarshi oladi. Ya'ni mana bunaqa chuqurda Creeper va uning kallalari turgan bo'ladi. Har doimgidek uni e'tiborsiz qoldirib, o'z ishlarini qilishda davom etadi. Oradan bir necha daqiqa o'tgach, u ahmoqqa o'xshab xuddi o'sha Creeperlarning yamasining yoniga o'z uchun uy quradi. O'yinchi bir necha daqiqadan so'ng tagiga bevona aylanib chiqayotgan edi. Hamma yoq qandaydir g'alati edi. U bir kishilik rejimda o'ynayotgan bo'lsa ham, xuddiki uni ortidan kimdir kuzatib yurganga o'xshar edi. O'yinchi esa ba'zi-ba'zida qo'rqib ortiga qarab qo'yar edi. O'sha bizda tun tushdi va o'yinchimiz har doimdek uy atroflarini fakellar bilan to'ldirib chiqayotgan edi. Buni ko'rgan o'yinchi sarosimaga tushadi va uni qaytadan uchratishga tayyorgarlik ko'rib harakat qiladi. Ammo uni hech qachon uchrata olmaydi. O'zingizlar o'ylab ko'ringlar, Minecraft o'ynayapsizlar va Creeperlarning yamasini topib oldinglar. Bitta Creeper kech paytda mana shunaqa yirtiq og'iz bilan sizlarga qarab turibdi. Nima qilgan bo'lardinglar? Bizda keyingi creepypast nimaga video boshida buni Nochning mol varianti deb aytib o'tgandim. Buni video davomida ko'rib bilib olishingiz mumkin do'stlar. Bu safar o'yinchimiz yolg'iz o'zi emas, serverda do'stlari bilan birgalikda o'ynayotgan edi. Oradan bir necha vaqt o'tdi va do'sti uni yoniga chaqirdi va u nega u yerga borishim kerak dedi. Ularning bir donagina sigiri bor edi va bular hind shekilli sigirga sig'ingandek qilib atrofiga 4 ta fakel qo'yib, o'rtaga bitta sigirni tiqib qo'yishgan ekan. Uni komfort sharoitda yashasin degandek qilib. No mayli, u do'sti bilan chatda nimadirlarni yana bidir qilib yozishyapti. Do'stining basharasi Gitlerniga o'xshayotgan. Birozdan so'ng o'yinchi shaxtaga tushdi va o'ziga kerakli rudalarni qazishga kirishib ketdi. O'yinchi shaxtada sokinlikdan qo'rqa boshladi, chunki u yerga sheriksiz bir o'zi tushgan edi. Tashqariga chiqqanda sherigi qo'ldagi birkani qanday nomlash haqida undan so'radi va u "Kel yaxshisi uni Noch deb nomlaymiz" deb javob berdi. Namush chunki u sigirda yaxshiroq ko'rinar emish. Agarda mana shunday qilishmaganda o'zlarining dunyosida tinchgina omon qolish rejimida o'ynab yurishavergan bo'lardi. Do'stining aytishiga qaraganda, agarda birinchi qo'lda pechkani, ikkinchi qo'lda esa birkani ushlab olib turib, birorta hayvonga nom bersa, nom teskari ko'rinar emish. Va bu narsani ular hozir sinab ko'rishga qaror qilishdi va sigirda sinab ko'rishdi. Va afsuski bu narsa o'xshadi va ular bilmasdiki, bu narsa bilan o'zlariga hali katta muammo yaratishganini. Bu narsaga ular ishonmaganda, ammo bu narsa o'xshagani uchun ular kech-kecha bu narsa ustida mulohaza olib borishdi. Ertasi kuni tongda sigir umuman noodatiy holatda edi. Qimirlamasdan shunchaki pastga qarab turar edi va u o'yinchilarni juda ham qo'rqita boshladi. Beshli pampers taqib olish kerak edi o'shancha. Do'stlar, menga ham bunaqa screamerga boy bo'lgan videoni montaj qilish oson bo'lmayapti. Buni hech qanaqa ovozlarini, montajlarini men screamer qilmaganman. Hammasi original videoda ham xuddi shunday edi do'stlar. Agarda original videoni sizlar o'zingizlar ko'rmoqchi bo'lsanglar, meni Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. O'sha yerga tashlab qo'yaman do'stlar. Bemalol ko'rib, o'zingizlar haqiqiysini ko'rib baho berishingiz mumkin. Men esa video montaj paytida bu narsani bir necha marta uchratdim va sizlardan ko'proq qo'rqdim.